Sizda ham mashina bor, 50-60 tezlikda yurganingizda mashina lapanlatayotgan bo'lsa, u ichki granatalardan bo'ladi. Mashinamizni ham ichki granatalarni yechib olganmiz. Avtomat korobka. Ichki granatalari o'ta xarob ahvolda. Granatalarni yechib olganmiz. Podshipniklar to'kilib ketgan, ko'rib turibsizlar. 50-60 ta yurganda mashina yonmachasiga lapanlatadi. Biz hozir bunga ichki granatalarini zibor holatda qo'yib beryapmiz. Yig'ilish jarayoni, yangi pinlilari, ichki granatalar bo'ladigacha yangidek qilib qo'yib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqa chiqingizda, ishlarni sifatli, a'lo darajada yetkazib beramiz.